Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi mavzuyimiz ham ozishlikka oid bo'ladi. Azizlar, juda ko'pchilik ozmoqchi bo'lgan insonlar ozishlik jarayonini parhez va jismoniy faollik deb o'ylaydi. Lekin adashishadi, sababi uyqusizlikni ham ozishlikdagi ahamiyati katta. Ozishlik va uyqusizlik o'rtasida katta bog'liqlik bor. Demak, uyqusizlikni ozishlikka ta'siri haqida ko'rib chiqamiz. Do'stlar, konkurs boshladi. Xabaringlar bor, ozishlik bo'yicha o'zimni reality showimni boshlaganman. Ya'ni men 100 kilogramdan 80 kilogramgacha vazn yo'qotib, juda ko'pchilikka yopiq Telegram kanalda ko'rsatib bormoqdaman. Konkursda qatnashish shartlari: agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, like bosib, menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, demak konkurs qatnashchisiga aylanasiz. Konkursimizning eng asosiy sharti siz ushbu videoga chiroyli kommentariy yozishingiz kerak. 4 kundan keyin kommentariyalarni ko'rib chiqamiz. Agar kimni kommentariyasi eng ko'p like yiqqan bo'lsa, 3 ta insonga shu realityda bepul qatnashish huquqini bermoqchiman. Zo'ra, demak, sizdan hech narsa ketmaydi. Like bosamiz, obuna bo'lamiz va kommentariyada chiroyli izohingizni qoldiring. Va konkurs g'olibiga aylaning. 4 kundan keyin konkurs g'oliblarini e'lon qilaman. Birinchi, agar uyqusizlik holati sizda kuzatilsa, gormonal disbalans bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Bizda ochlik gormoni bor edi. Grelin deb nomlanadi. Shu gormon ishlab chiqarilishi ko'payib ketadi. Ochlik gormoni ko'paygan sari to'qlik gormoni pasayadi. Bu tarozi. Agar ochlik ko'paysa, to'qlik pasayadi. To'qlik ko'paysa, ochlik pasayadi. Bu tarozi. Ya'ni to'qlik gormonimiz leptin edi. Demak, leptin pasayadi-da, grelin ko'payib ketdi. Endi biz och qolamiz. Ochlik holatida nima qilamiz? Ko'pincha biz kechki payt kinolar ko'ramiz. Har xil filmlar ko'ramiz, telefon tutamiz, soat 1 bo'lganini, 2 bo'lganini bilmay qolamiz. Bunaqa holatlarda qornimiz ochib, shu vaqtda eslang, divanda televizor ko'rib o'tiribsiz, soat 2 bo'lgan yo 1 bo'lgan, shu vaqtda nimadir yegingiz keladi, yeb olasiz. Natijada bizda gormonal buzilish yuzaga keladi. Gormonal disbalans bo'ladi. Bu birinchi ta'sir hisoblanadi. Keyingi ta'siri insulinga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni uyqusizlik organizmni insulinga chidamsiz qilib qo'yadi. Ya'ni insulin ishlab chiqariladi, qonga boradi, lekin organizm uni tanimay qo'yadi. Natijada qondagi shakar miqdori ko'payadi, qondagi insulin miqdori ham birdaniga ko'payadi. Natijada qandli diabet 2-turi rivojlanadi. Insulin gormoni bizda ko'payishini hisobiga bizda ortiqcha yog'lar paydo bo'ladi. Bizni semirtiruvchi eng katta ahamiyatga ega bo'lgan gormon bu insulin hisoblanadi. Buni muvozanatiga to'g'ridan-to'g'ri demak uyqusizlik ta'sir ko'rsatadi. Do'stlar, videoni aynan shu joyda ataylabdan to'xtatdim. Sababi sizlar uchun manfaatli bo'lgan taklifim bor. Taklifdan keyin bemalol videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'pchilikni hozirgi kunda semizlik kasalligi, ortiqcha vazn qiynab kelyapti. Buning uchun nima qilyapsiz? Buning uchun kimdir semirib ozgan bo'lsa, undan maslahat so'rashni boshladingiz. Foyda bo'lmadi. Marafonlarda qatnashdingiz. Ozdingiz, qayta semirish holati kuzatildi. Foyda bo'lmadi va har xil onlayn kurslarda qatnashdingiz. Baribir foyda bo'lmayapti. Demak, nima qilishimiz kerak? Azizlar, men o'zimni realityni boshladim. Ya'ni o'zimda sinagan holatda 2,5 oy davomida 100 kilogramdan 80-85 kilogramgacha ozib ko'rsatmoqchiman. Va hozirgi kunda ko'rsatib ham kelyapman. 19-sentyabrda boshlangan bo'lsa, hozirgi kunga qadar 7 kilogram vazn yo'qotdim, azizlar. Va qayta semirish niyatim yo'q. Doktor, shunda ham qayta semirmaslikda ham iloji bormi deb so'rasanglar, albatta bor. Chunki aynan men bu realityda o'zim qanday ovqatlanyapman, nimalar qilyapman, yurayotgan jarayonim, barcha jarayonlarni qo'yib bormoqdaman.
Va tasavvur qiling, 2,5 oy davomida men har kuni ertalab ozishlikka oid bo'lgan foydali ma'lumotni beryapman. Kaloriya sanashni o'rgatyapman, o'ziga menyu tuzishni o'rgatyapman. Bu barcha uchun qiziq. Hech qaysi diyetolog bunaqa reality o'tkazgani yo'q hali, o'zida sinagan holatda. Azizlar, realityda xuddi shunaqa foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib kelmoqda. To'g'ri, bu pulli, lekin narxi atiga 39 ming. Ya'ni bitta lavashning puli. Nima uchun bu narx? Chunki biz narx belgilab filtr vazifasini bajaramiz narximiz. Bizga ozishni xohlaydigan insonlar keladi. Boshqalar kuzatishini xohlamaymiz. Shuning uchun arzimagan 39 ming evaziga siz ozishlikka oid barcha foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Meni real vaqtda ozayotganimni o'z ko'zingiz bilan kuzatishingiz mumkin bo'ladi, azizlar. Agar siz ham reality bo'layotgan yopiq Telegram kanalimizga qo'shilishni istasangiz, unda описание va kommentariyada Telegramda maxsus silkasini qoldiramiz. Unga kirib, reality haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz va to'lovni qilib, adminga yuborishingiz va yopiq reality Telegram kanalimizga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizni realityda kutib qolaman. Zo'r bo'lyapti, kirsanglar o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. 3-ta'siri demak stress. Ya'ni uyqusizlik tufayli stress gormoni, ya'ni kortizol gormoni ham ko'p ajralishni boshlaydi. Tabiiyki biz uxlamayapmiz, bizda kortizol miqdori ko'payib ketadi. Me'yoridan oshig'i bizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qorin atrofida yog'larni yig'ilishiga sabab bo'ladi. Kortizol nima edi? Kortizol biz ertalab uyg'onganimizda bizni uyg'otadigan, bizni kun davomida ishlashimiz uchun ishlab chiqariladigan kerakli gormon edi. Me'yorida ishlab chiqarilsa, bu me'yoridan ishlab chiqarilishi ko'payadigan bo'lsa, demak kortizol oshdi, bizda qorinda ortiqcha yog'lar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz stress paytida nimadan alamimizni olamiz? Ovqatdan alamimizni olamiz. Tasavvur qiling, kayfiyatingiz buzilgan paytda bir eslang, juda ko'p ovqatlanib qo'yasiz. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri stress, ya'ni kortizol gormoni ham uyqusizlik bilan bog'liq hisoblanadi. Keyingi ta'siri bu energiya tanqisligi. Ya'ni biz uyqusiz holatimizda energiya tushib ketadi. Men o'zim shifokorman, navbatchilikda ko'p turganmiz. Navbatchilikda turgan paytingizda kechasi bilan kasal ko'rasiz, uxlamay chiqasiz. Ertasi kunda o'tishi bor. Ertangi kuni men charchagan bo'laman, boshim og'riyotgan bo'ladi, diqqat yo'qolgan bo'ladi. Ertasi kungi ish faoliyatimga 100% ta'sir qiladi. Ya'ni bu holatda men 100% to'laqonlik mehnat qila olmayman. Tasavvur qiling, uxlamadingiz, endi sport mashg'ulotini qilishingiz kerak. Sport zalga chiqa olasizmi? Ozishlik uchun chiqayotdingiz, uxlamadingiz, ozishlik uchun endi sport mashg'ulotlarini qila olmaysiz va zalga ham chiqa olmaysiz. Bu bir-biriga bog'liq holat. Endi keyingi navbatda metabolizmda metabolizm sekinlashib ketadi. Ya'ni organizm himoya rejimiga o'tib oladi. O'zini himoya qiladida metabolizmni sekinlashtiradi. Ya'ni ko'proq tejashga harakat qiladi energiyani. Chunki vaziyatdan kelib chiqadi-da, uyqusiz holatdamiz, unga energiya kerak deydida, tejashga harakat qiladi. Ya'ni organizmga tashqaridan kirayotgan oziq-ovqat mahsulotlaridan kelayotgan energiyani ushlab qolishga harakat qiladi. Sekinroq ishlashga harakat qiladi. Shuning uchun metabolizm ham sekinlashadi. Metabolizm sekinlashi degani siz sekin ozasiz degani. Siz uxlab turganingizda ham yuragingiz yaxshi urib turuvdi, uxlab turganingizda ham tinch holatingizda ham boshqa faoliyatlar ishlab turadi. Nafas olish, boshqa va hokazo faoliyatlaringiz ishlab turadi. Demak, shu jarayonlar ham asta-sekinlik bilan sekinlashadi. Chunki organizm o'zini himoya qilishni boshlaydi. Shunaqa mukammal qilib yaratilganmiz, azizlar. Azizlar, ilmiy dalillar bor. 7 soatdan kam uxlaydiganlarda statistika qilib o'rganishganda olimlar 50% gacha semirib ketish xavfi bo'ladi. Tasavvur qiling, semirib ketish xavfi 50% gacha baland bo'ladi. Keyin 7-8 soatdan kam uxlaydiganlarda ko'proq oqsil yemirilishni boshlaydi. Ya'ni mushaklaringiz yo'qolishni boshlaydi. 7-8 soat uxlaydigan insonlarda esa mushaklar emas, yog'lar ko'proq eriydi.
Shuni ham inobatga olishingiz juda ham ahamiyatli. Xulosa qilib aytganimizda, azizlar, biz nima qilishimiz kerak? Uyquni birinchi navbatda to'g'rilashimiz kerak. Nima uchun? Gormonal disbalansni yo'qotish uchun. Oqsillar emas, mushaklarimiz emas, yog'lar erishligi uchun biz to'g'ri uxlashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Insulinni ishlab chiqarilishini barqarorlashtirish uchun ham to'g'ri uxlashni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, shuning uchun to'g'ri uxlashni yo'lga qo'ying. Agar siz yog'larni eritmoqchi bo'lsangiz. Demak, uyqu bilan ozishlikdagi bog'liqlik mana shulardan iborat, azizlar. Kommentariyada kim bir kun davomida necha soat uxlashini yozib qoldiringlar. Uyquchi do'stinglar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.